Tavoflaringiz qabul bo'lsin. İnşallah akamiz kelsin. Alloh gunohlarimizga kafforat qilsin. Amin, amin. Alloh taolo bizga Ka'bani tavofini nasib etgani uchun deb Nasip etsin. shukrona qilib 2 rakat namoz o'qiymiz. İnşallah. Birinchi rakatiga Fotihadan keyin Qul ya ayyuhal kafirunni zamsura qiling. Hop, Undan keyingi Qul huvallohu ahadni yoki bilganingizcha o'qiyvering. hop. 2 rakat namoz o'qigach duo qilinglar. Shu namoz juda muhim. Bundan keyingi duo ijobat bo'ladi. İnşallah. Alloh taolodan ko'p yaxshiliklar so'ranglar. Undan keyin ikki tog' orasida arablar say deydi. Say degani shoshilib borib kelishda aytadi. Shu amalga o'tamiz. Mana bu to'g'rida qarab turganingiz Safo tog'i. Shu tog'dan boshlab o'sha yerda duo qilib boshlaymiz amalni. İnşallah. Hozir esingizda qolsin. Masalan, mana bu Safo tog'i bo'lsa, mana bu Marva tog'i bo'lsa, bu yerdan kelsangiz bir bo'ladi. Marvaga kelasiz bir bo'ladi. Bu yerda Kurgavoy bor. Aylanib qaytib kelasiz 2 bo'ladi. 7 bo'lganda siz tomonga kelib qolamiz. Siz masalan onangizni yo qizingizni yetalab ketaverasiz. Hammamiz bunaqa jam bo'lishimiz qiyin u yerda. Asosiy 7 ga Safo tog'iga kelganda to'planamiz. 50 yoshimiz shu yerda turib turadi, hammani yig'ib oladi shu yerda. Xo'pmi? Undan keyin bemalol mehmonxonaga borib, sochlarni oldirib, keyin ehromni yechasiz. Erkaklar